Assalomu alaykum, qadrli Drabelka ishqibozlari. Bugungi videoda Drabelkalarni universal Drabelkalarni chiqarib ko'rsatamiz. Mana hozir bir qator chiqarib kliyentlar kelgandi, kliyentlarga chiqarib bitta syomka qilib, blogerlarga syomka qildirib va o'zimiz kanalga yana bitta syomka qila olish qaror qildik. Xo'p, Grand Food Drabelkamiz universal balonlik qilib ishlab chiqarilgan maqoviylik. Buni bittasini ochib ko'rsak, qani, hissini ochib ko'rsamiz. Zasholkalik. Yo'q, zasholkalik. Zasholkasidan ochiladi. Zasholkasidan ochilgandan keyin maqoviylik segmentlari ko'p Drabelkalar. Sitkalari 4 xil bo'ladi. 4 xil sitka qo'shib beriladi. Hozir bular universal mana chiqarishga tayyor bo'lib turibdi. Endi voronkasini qo'yamiz joyiga. Bu keyingi Drabelkamiz universal Turkiya texnologiyadan 4 yildan beri ishlab chiqaradigan Drabelkalarimiz. Buni kuchi bundan ko'ra juda ko'p, katta, quvvati ham yaxshi, maydalash ob'yemi juda ko'p. Mayda ob'yemga maydaladi. Somon priz, bida priz, yantoq nimalar uchun ob'yemlari juda yaxshiligi uchun eng ko'p sotiladigan Drabelkamiz. Hozir shuni bitta somon prizni chiqarib ko'rsamiz. Qani ketdik. Bu dag'al g'ashay. Dag'al g'ashay. Mana chiqarishlarni ko'rdilaringiz, chiqarishlari juda tez. Bu Drabelka hisoblanamiz. Bu Drabelkalarimiz narxi 2.8 million so'm. 2.8 million so'mdan dastavkalar kelishgan holda bo'ladi. 4.2 million so'm Turkiya texnologiyasidan ishlab chiqarilgan 12 pichoq Drabelkamiz. Pichoqlari 12 bo'lishiga qaramasdan bu texnikasi juda kuchli ishlangan pichoqlarni hamda svarka tegmaydi. Bizda sexda Drabelkadan tashqari seximizda ekonom pechkalar, ekonom kotyollar va kotyol 2 xonali pechkalar ishlab chiqariladi. Xo'p, mana bu katta og'izli pechkalar, standart pechkalar ishlab chiqariladi. Hozir pechkalar yonib turibdi, sho'rva qaynab turibdi. Mana sho'rva vodavan gurgur pechkalarga qaynab turibdi. Sho'rva pishib qoldi o'zi. 40 minut qaynadi. Yana 20 minut, yarim soatga sho'rva tayyor. Nasib bo'lsa ishchilar maza qilib obed qilishadi. Biz mana shunaqa Drabelka pechka kerak bo'lsa, Qashqadaryo shahrida ishlab chiqaramiz. Manzilimiz eslatib o'tdik. Video ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilib zakaz qilishingiz mumkin. Garantiya pechka Drabelkalar 220 voltda ishlaydi. Hamda buni qulayligi nagruskada uchadi o'zi. Nagruskada uchuvchi motorlariga o'z moslamalari bor. Zasholkalik. Ha, yonadi. Zasholkalik, zasholka orqali nima qilinadi? Sitkalar qo'yiladi. Va pichoqlari 12 pichoq risolli qattiq qalin materialdan yasalgan. Mana risolli qattiq materialdan yasaladi. 4 xil sitka bo'ladi. Bug'doy, arpa, makka jo'xori uchun. Mana pichoqlar aylanishi qavat qilib ishlangan. Udar Drabelkalar. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin.